Mirena spiral qo'ydirgan edim. Mirenadan keyin endometriy yupqaligi kuzatilyapti. Endometriy yupqaligini davolash uchun nima qilishim kerak degan ma'noda savol qoldirishibdi. Endometriy yupqaligi deganimiz nima degani? Bu endometriy yupqa deganimiz ovulyatsiya kunida endometriyning 7 millimetrdan yupqa bo'lishi, ya'ni 6 millimetr hamda undan yupqa bo'lsa, endometriy yupqaligi deb aytiladi. Endi Mirena spirali shunaqa narsaki, uni tarkibida gormoni bo'ladi, o'sha progesteron gormon tutadi va bu gormonda ta'sirida follikul yetilib yorilmaydi. Bu birinchidan. Ya'ni follikul yetilib yorilmagandan keyin ovulyatsiya bo'lmaydi. Ovulyatsiya bo'lmagandan keyin biz ovulyatsiya kunida endometriyning qalinligi mana buncha degan savolga javob bera olmaymiz. Sababi ovulyatsiyaning o'zi yo'q. Ikkinchidan, Mirena spirali hozir aytganimdek bu progesteron tutuvchi spiral hisoblanadi va bu progesteron ta'sirida bo'ladi. Bachadonimiz doimiy progesteron ta'siri ostida bo'ladi. Natijada bu o'salmaydi. Shuning uchun ham yupqa bo'laveradi. Va Mirena spirali turgan paytda endometriy yupqaligi degan tashxisni qo'yib bo'lmaydi. Qachonki Mirena spirali olib tashlanadi, olib tashlangandan keyin endometriy o'sha follikul yetilib yorilishni boshlasa, ovulyatsiya paytida endometriy yupqa bo'ladigan bo'lsa, o'shandagina endometriy yupqaligi deb ayta olamiz. Mirena turgan paytda endometriyda yupqaligi bu norma sanaladi.